Bizda sport xabarlari. Claudio Ranieri Eldor Shomurodov haqida qanday fikrlar bildirdi? Batafsil videoda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz boshladik. Bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Claudio Ranieri boshchiligidagi Roma A seriyasining navbatdagi turida Empoli bilan bahslashib kichik 1-0 hisobda g'alabaga erishdi. Ushbu uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov asosiy tarkibda maydonga tushib, 72 daqiqa harakat qilib, bo'lib o'tgan o'yin haqida jamoa bosh murabbiyi o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz o'yinimizni yaxshilashimiz kerak. Aks holda bunday bahslarda durang qayd etishimiz mumkin. Mavsumning ikkinchi yarmida har doim qiyin kechadi. Shuningdek, bugungi uchrashuvda o'ynashga chanqoq bo'lgan futbolchilarni maydonga tushirdim. Endilikda e'tiborimizni Atletik Bilbaoga qarshi uchrashuvga qaratamiz va yaxshi tayyorgarlik ko'rishga harakat qilamiz. Butun jamoaning harakati menga yoqdi. Shomurodov ajoyib yigit, u faoliyati davomida ko'p gol urmagan bo'lsa-da, eng muhimi to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda bo'lish. Bu esa uning eng kuchli jihatlaridan biri. Bundan tashqari Eldor shu kungacha muhim gollar urdi va shunday davom etishidan umidvorman, dedi italiyalik mutaxassis. Eslatib o'tamiz, Roma navbatdagi uchrashuvini 13-mart kuni Toshkent vaqti bilan 22:45 da Ispaniyaning Atletik Bilbao klubiga qarshi o'tkazadi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoroligimizga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.